Kelinchagim bilan birinchi marta o'choqda birgalikda taom tayyorladik. Orqa kadrda cho'milayotgan kishi videoyimizga tasodifiy tushib qolibdilar. Taomimizni qizigan yog'da kartoshkani qizartirib qovurib olishdan boshladik. Qizimizni qo'llari shirin, pazanda ekanlar. Lekin o'choqda hali bir marotaba ham taom tayyorlab ko'rmagan ekanlar. Bahonada eng yoqtirgan taomlarni ham bilib oldim. Jigarni yaxshi ko'rar ekanlar. Qizargan kartoshkani yog'dan ko'tarib, jigarni solamiz, paprika, tuz sepib qovuramiz. Jigar yumshoqqina mazali bo'lib pishishi uchun piyozni ayamasdan soling. To'liq retseptni esa video tagida yozib qoldiraman. O'choqda taom bahonasida bolalarim ham maza qilib o'ynashdi. Yozning jazirama issiq kunida Mojito Fresh Achakova tanaga rohat beradi. Orqadagi amaki ham issiqqa chidamasdan suvga kalla tashladilar. Bu orada taomimiz ham tayyor bo'ldi. Yangi kelin paytlarim esimga tushdi. O'choqda taom tayyorlasam, tayyor bo'lganda qayninoyjonimga so'z bering deb iltimos qilardim. Shu usulda tayyorlasangiz jigarlari yumshoqqina bo'lib chiqadi. Retsept tayyor. Yoqqan bo'lsa xotirangizni duo qilishni unutmang. Yozi jazirama issiq kunida 10 daqiqada tayyor bo'ladigan taom retsepti. Qizigan yog'da kartoshkani qovurib, issiq paytda ustidan sir qo'yamiz. Ham og'iringizni yengil qiladi, ham mazasi og'zingizda qoladi. Chikbom tovuq mahsulotini olamiz va ko'rsatilgandek qilib 5-6 daqiqada qizigan yog'da qovurib olamiz. Kartoshka ustida chala erigan sirni ustidan solamiz. Shunda sir ham to'liq erib oladi. Tovuq ustidan sir, aysberg, pomidorni joylaymiz. Avvaliga sirni sos yokida mayonez, ustidan esa ketchupni siqib chiqazamiz. Bir pasda mazali yegulik tayyor. Rezept yoqqan bo'lsa xotirangizni qilishni unutmang. Bu oddiy xamir emas, tvorogli smetanali pirog. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga like bosib, saqlab olishni unutmang. Osongina, hammada bitta o'xshab chiqadigan retsept ekan. Idishga tvorog, shakar, tuxum, ertilgan sariyog'ni solamiz va blender yordamida bitta massa hosil qilib olamiz. Oliy navli turon uni hamda razriqlitilni elakdan o'tkazib, ko'rsatilgandek qilib lopata yordamida xamir qorib olamiz. Uyda bor formaga, qolipga solamiz va tekislab olamiz. Bir chetga surib smetanali massasini tayyorlaymiz. Smetana, kukuruzli kraxmal, tuxum hamda shakarni solib yaxshilab aralashtiramiz. Tekislangan xamir ustidan smetanali massani quyamiz va qizib turgan duxovkaga pishirish uchun yuboramiz. Pishgan payti balandroq, sovuganda esa biroz pasayadi. Albatta sovigandan keyin kesing. Mevalar yordamida xohishga ko'ra bezab olamiz. Hammaga birdek yoquvchi, ko'ngilga tegmaydigan pirog tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa xotirangizni duo qilishni unutmang. Hozirgina qarasam Instagramda 2.300.000 ta bo'libman. Shu munosabat bilan o'zimni eng mazali avtorskiy salat retseptim bilan bo'lishmoqchiman. Men bilan birga ekanligingizdan minnatdorman. Boringizga shukur. Videoga like bosib, tabriklab qo'yishingiz ham mumkin. Mavsum salati baqlajonni ko'rsatilgandek qilib to'g'rab, qizigan yog'da qizartirib qovurib olamiz. Salatlar uchun piyozni shu ko'rinishda to'g'rasangiz juda ham chiroyli bo'ladi. Pomidorni ham yarim oy ko'rinishda to'g'rab olamiz. Qovurib olingan baqlajon ustiga piyoz, pomidor, chesnok, tabga ko'ra tuz solamiz. Eng nozik joyi teriyaki sosdan solamiz. Ko'kat solib aralashtiramiz. Bu hali tayyor degani emas. Bizga mazali labne kerak bo'ladi. Qovurilgan baqlajon hamda labneni qo'shib yesanglar, bir-biriga jayam mos keladi-da. Bitta qoshiq yordamida shakl berib, qovurilgan kunjutga belab olamiz. Salat tayyor, nodirangizni duo qilish esingizdan chiqmasin. Bugun bir lahzaga yoshlikka qaytdim. Vodiyda Qozon Shakarov. Sizda qanday nomlanadi? Ishni yopgan non bo'ladimi, buxanka bo'ladimi? Biroz qotirib olishdan boshlaymiz. O'tmel pechimni biroz oldin qizdirib qo'ygandim. Tezdagina quritib oldim. Bu orada qozonga yog' qo'yib, avvalo mada to'g'ralgan piyozni solib qovuramiz. Ketidan po'sti yupqagina o'zimizning местный bolgarskini to'g'rab solib qovurishda davom etamiz. Pomidorlarni ham yarim oy somon qilib ko'rsatilgandek qilib to'g'rab ustidan solamiz. Chesnok solib qovurishda davom etamiz. Tabga ko'ra tuz va ko'katlarni solib 1-2 aylantiramiz, tayyor bo'ladi. Ko'rgan bo'lsangiz, oshxonadagi barcha texnikalarim Goodwill brendidan. Osongina mazali to'yimli taom tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa xotirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Bitta odam uchun oddiy makarondan tayyorlangan taom 150.000 so'm bo'lsa, qimmat emasmi? Fikrlarni izohda yozib ketinglar. Yegim kelib zakaz qildim, narxini 150.000 so'm yozib qo'yishibdi. Ancha-muncha go'shtli taomlardan ham mazali edi. Bitta like bosib qo'yinglar, mendan tez retseptlar bo'ladi. Taom retsepti tushunarli bo'lishi uchun hamma bosqichlarini etap-etap ko'rsatib o'tdim. Mazali bo'lib sariyog' ta'mi ufurib turishini xohlasanglar, anchor sariyog'lardan solinglar. Uyda tayyorlagan baribir boshqadek, barakasini qaranglar, ancha-muncha odamga yetadi. Makarondan mazali yevropacha taom tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa xotirangizni duo qilib, mehringiz isboti bitta yurakchani bosib qo'yarsiz. Bu retseptni bejizga joylamadim. Videoga like bosib, retseptni saqlab olishni unutmang. Bu qandaydir to'qilgan hikoya emas, bugun ertalab bo'lgan voqea. Bir obunachimni 3 ta farzandlari bilan turmush o'rtoqlari yolg'iz qoldirib, boshqa ayol bilan ketib qolibdilar. 3 farzandlarini boqish uchun shirinlik pishirib sotsammikin degan reja qilibdilar. Bu borada sizning yetarlicha tajribangiz bor, Nodir opa, menga qanday maslahat bera olasiz dedilar. Qo'ldan kelgancha maslahatlarimni ham berdim va bu telefonda hal bo'ladigan ish emasligini ham aytdim. Bu ayol bilan gaplashib bo'ldim-u, o'rnimdan turib, shu retseptni olish
tayyorlashga kirishib ketdim. Ayni olcha mavsumida ushbu retsept bilan nimadir pishirib sotsalar ham harna bo'lardi degan xayol o'tdi. Sara retseptlarimdan biri olchali pirog retsepti bilan bo'lishaman. Nafaqat o'zingizga, balki klientingizga ham aynan shu retseptni tayyorlab bersangiz, qayta zakaz qilishi aniq. Video biroz cho'zilib ketgan bo'lsa-da, retseptni to'liq ko'rsatishga harakat qildim. Olcha mavsumida bilasiz, olchani muzlatib olib qo'ysanglar ham qish bo'yi shu pirogdan tayyorlab yeyishinglar mumkin bo'ladi. Pirogni issiq paytda kesib o'tirmaysiz, faqatgina sovigandan keyin kesishingizni tavsiya qilaman. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilib, mehringiz isboti yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat. Nima bo'lsa-bo'lsin tayyorlab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Iliq sutga shakar, dro'j solib aralashtiramiz. Eritilgan sariyog' hamda tuxumni solib aralashtirishda davom etamiz. Unni solamiz va suyuqroq xamir qoramiz. Suyuqroq xamirni teng ikkiga bo'lib, bir qismiga kakao, ikkinchi qismiga esa unni solamiz va ikkita zuvol ichida xamir qoramiz. Qaynoq quyosh taftida 20-25 daqiqa oshirib olamiz. Jarayonga ahamiyat bering. Endi chiroyli qilib bulchkalarni yasashga kirishamiz. Avvaliga unga qorilgan xamir, keyin esa kakaoli xamirni joylab, ko'rsatilgandek qilib tugunchani hosil qilamiz. Kamroq un sepib dumaloq ko'rinishda yoyamiz, kesamiz, chetlariga ayamasdan shokolad pastasidan solamiz. Kruasan ko'rinishida o'rab, listga joylaymiz. Tuxum sarig'iga sutni qo'shamiz, ustidan suramiz, pishirish uchun pechga yuboramiz. Mazasini ta'riflashga tilojiz hidini-ku gapirmasa ham bo'ladi. Kesib ko'rsataman, shokoladlarni oqib turishini qaranglar. Bay. Bu shirinligimiz muzdekina Mojito Fresh Achakova bilan zo'r ketadi-da. Retsept tayyor, Nodirangizni duo qilish esingizdan chiqmasin. Kelinlayu qaynonalarni lol qoldirishda davom etamiz. Kelinlayu deb boshlanadigan retseptlarim endi o'zimning kelinimga ham taalluqli. Kelgan mehmonlar ham maqtab ketadigan somsa retsept. Idishga un solib, xona haroratida yumshab turgan ona margarini bilan yaxshilab aralashtiramiz. Ustidan razrixlitini solib aralashtirib, smetana, tuxumni chaqib solamiz. O'rtacha yumshoqlikda xamir qorib, qorigan xamirimizni paketga solib 15 daqiqa tindiramiz. Nachinkani eng xadavoyi: piyoz, mal to'g'ralgan go'sht, kartoshka, tuz, murch, zira, ozgina o'simlik yog'idan solamiz. Tingan xamirdan 40 grammdan qilib zuvallarni yasab, yoyamiz, o'rtasiga qiymani solamiz. Tugilishi osongina, lekin ko'rinishi juda ham chiroyli. Xamir uchlaridan biroz tortib, orqa qismiga yopishtiramiz. Duxovka oldindan 210 gradusda qizib turgan bo'lishi kerak. Pisochniy xamirdan tayyorlangan somsalarda faqatgina tuxum sarig'ini suring. Sedana hamda kunjut aralashmasini sepamiz, pechga pishirish uchun yuboramiz. Osongina mazali somsa tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilib, yurakchani qizartirib qo'yishni unutmang. Qaynona oyijonim pazandali, men tayyorlagan taomim yoqarmikin deb o'ylanadigan kelinchiklar. Shu taomni tayyorlab beringlar, ham oson, ham mazasi og'izlarda qoladi. Tushunishinglar uchun bu egiz taomi davomi. Egizga piyoz, pomidor, go'sht, bolgarskiy chesnokni solib, tuz sepib, ustidan tomat bilan suv va tuzni aralashtirib qo'yib yuborasiz. Xushbo'y bo'lsin, mazali bo'lsin desanglar, anchor sariyog'idan solasizlar. 210 gradusda qizib turgan duxovkaga 40 minutga yuborasizlar. Taom tayyor. Podachasi xohishga ko'ra, men bundan oldingi rilsda tayyorlangan kunjutli nonni orasiga soldim. Siz xohlasangiz yonlariga guruchlarni qaynatib, garnirlarni tayyorlab, tarelkada tortsangiz ham bo'ladi. Sochni moshni taom tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilib, mehringiz isboti bittagina yurakchani bosib qo'ying. To'ygacha bilinmas ekan, to'ydan keyin yotib qolar ekansiz. 3 kun deganda endi o'zimga kelib retseptlarni joylashni boshlab bordim. Boshlaganda ham hammaga yoqadigan eng dodalaridan boshladim. Iliq sutga shakar, dro'j solib aralashtirib, aparini oshirib olib, tuz solib aralashtirib, un solib xamir qordim. Xamirimiz zo'r oshishi uchun albatta Turonning oliy navli unlaridan foydalandim. O'rtacha yumshoqlikda xamirni qorib oshirish uchun olib qo'ydim. Oshgan xamirni zuvala qilib yoyishni boshladim. Shu joyda ahamiyatli bo'ling. Xamirlar tovada pishayotganda oralari g'oviy bo'lib ko'tarilmasligi, bu albatta xamirni yupqa yoyib qo'yganingizdan bo'ladi. Yoyilgan xamirni avval sutga, keyin esa kunjutga belab, o'rtasidan kesib olamiz. O'rtacha qizigan yog'da ikkala tarafini qizartirib qovurib olamiz. Bejizga egiz retsept demadim, sababi nachinkasini keyingi rilsda ko'rsataman. Kunjutga belangan mazali do'mboqqina nonchalarimiz tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Shundoqqina aralashtirganlarini ko'rdim-u, tez tayyorlashga kirishib ketdim, lekin hammasi ko'rsatilgandek bo'lib chiqmadi. To'liq retseptni esa video tagida yozib qoldirdim. O'zimning metodimga qanaqa qilib tuxum bilan un bu qadar oson aralashdi. Buni ko'pchilik biladi. Men Turon unlarini sevaman. Osongina o'lchov uchun faqatgina qoshiqlardan foydalanasiz. Ular ko'rsatgandek qilib qopqoqni yopdim-u, yaxshilab aralashtirdim. Ishonaveringlar, 1 gram ham aralashmas ekan. Keyin vilkadan foydalanishga to'g'ri keldi. Vilka yordamida yaxshilab aralashtirib oldim. Shokolad solib, vilka bilan aralashtirib, qopqoqlarini yopdim. Qozonga joyladim va ustidan qaynoqqina suvni ehtiyotkorlik bilan
qo'ydim. Olovni pastroq qilib yoqib, ustiga qozonni qo'yib, krishkasini 15 daqiqaga yopib qo'ydim. Silkitib aralashtirishning iloji bo'lmagan bo'lsa-da, rezultat zo'r. Duxovka pechim yo'diganlar ham osongina tayyorlab oladigan retsept ekan. G'oviy bo'lib chiqargan mazasiga esa gap bo'lishi mumkin emas, albatta tayyorlab ko'ringlar. Somsani dodasi: qiyma, piyoz, tuz. Dungani silliqni olsanglar achchiq bo'lmaydi. O'rtasidan yoramiz. Bismillah. Suvini olsanglar, sho'r suvga o'tishiga ham hojat yo'q. Qiymamizdan olamiz, dunganimizga joylaymiz. Ichligi tayyor, endi xamir qoramiz. Ideal xamir uchun smetana, sariyog' yoki margarin, razriqli, oliy navli turon un kerak bo'ladi. Men faqat turon unlarini ishlataman. Unni elakdan o'tkazamiz, razriqli solamiz. Xona harorati yumshab turgan sariyog' margarinni solamiz, urib olamiz. Urpog'imiz mayin holatda bo'lishi kerak. Smetana, tuxum, xamir qoramiz. Xamirimiz tayyor, 10 daqiqa tindiramiz. Tingan xamirimizni yumaloq qilib yoyamiz. Qancha ko'p tindirsanglar, shuncha yaxshi. Lenta ko'rinishida kesib olamiz. Qiyma joylangan dunganimizga lenta ko'rinishidagi xamirimizni o'rab chiqamiz. Qum sarig'ini ayamasdan suramiz. Ustidan kunjut sepamiz. Pishirish uchun pechga yuboramiz. Chiroyli, mazali somsalarimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring va nodirangizni duo qilishni unutmang. Kelinchak kelin bo'lib borgan xonadonida erta sahar turolmasdan uxlab qolsa qo'rqib ketmasin degan gaplarimga qarshi fikrlar ham boshlanibdi. Bejizga bu gaplarni gapirmagandim, sababi o'zim uxlab qolganimda qo'rqib ketganman. Bu gapim bilan haftani 7 kunda kechtirsin deganim yo'q aslida. Erta uyg'onish baraka kaliti ekanligini men ham yaxshi bilaman. Qachondir uxlab qolish ham mumkin-ku. Ha, nimamush, hali kelin kelmasdan qaynonalik haqida gapirish xatomish. Unda gaplarimni qaynona emas, 21 yillik kelinni gaplari deb qabul qiling. Alloh hammamizga har xil farosat bergan. Shuning uchun bir-birimizdan turlicha fikrlaymiz. Siz qanday fikrdasiz? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. 20 yil o'zga xonadonda ardoqlanib katta qilingan qiz farzandni uyimga olib kelib olib, o'zimni yo'limga yurg'izmoqchiman. U ham alohida bir shaxs, o'z yo'li, o'z yo'nalishi, o'z qarashlari bo'lsin. Baxtimizga kelinlarimiz fahmu farosatli bo'lib, bizni oilamizni ham o'z oilasidek qabul qilsin. Qani amin qaynanajonlar. Farzandlarimiz bilan qo'sha qarib baxtli bo'lishsin. Samarqandliklar-yu o'xshagan bo'lsa bitta like bosib ketinglar, sizlarni patrilani tayyorlab ko'rsatdim. Balki boshqa viloyatlarda ham tayyorlanar, aytib buyurmaysizlar. Men birinchi bo'lib Samarqandda yeb ko'rganman. Tuzli suvga oliy navli turon unni elakdan o'tkazib solib, qattiqroq xamir qoramiz. Xamirni biroz tindirib, 4 ta zuvalaga bo'lamiz. Yoyilishi oson bo'lishi uchun zuvalani yana tindirib olamiz. Har bir zuvalani ko'rsatilgandek qilib katta qilib yoyib, xona haroratida yumshab turgan saryog'ni ayamasdan surtamiz. Konvert shaklida taxlab, ko'rsatilgandek qilib oralariga yana sariyog'dan surib, aylana rulet ko'rinishida o'rab olamiz. Yog' surilgan xamirni oson yoyilishi uchun yarim soatga xolodilnikka yuboramiz. Surilgan sariyog' qotganning hisobiga xamirlar osongina yoyiladi. Chakchuramiz. 230 gradusda qizigan duxovkada qip-qizil qilib pishirib olamiz. Retsept tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa nodirangizni duo qilib, mehringiz isboti bittagina yurakchani bosib qo'yarsiz. Achchiqqina mazali yaponskiy salat retsepti bilan bo'lishaman. Birinchi bo'lib lahm mol go'shtini tuzsiz suvda qaynatib pishirib olishdan boshlaymiz. Bodring, qizil bolgarskiy hamda piyozni ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Biroz suv olgan go'shtimizni ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Koreyskiy tuz, kashnuch, maydalangan chesnok, soya qo'yib go'shtimizni aralashtirib olamiz. Bodringli massamizga tuzni sepamiz va soyada bo'lgan go'shtimizni massa ustidan solamiz. Achchiq paprika hamda qisigan o'simlik yog'ini qo'yamiz. Ko'kat solib aralashtiramiz. Salatimiz tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa nodirangizni duo qilishni unutmang. Xamir qilmaysizlar, xamir yoymaysizlar. Unda qanaqa qilib desanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Toster nonni olamiz, ikkitasini birga qo'yib yoyamiz. Zich bo'lib bir-biriga yopishib oladi va ko'rsatilgandek qilib aylana shaklida kesib olamiz. Avval tuxumga, keyin esa talqonga belab olamiz. O'rtacha qizigan yog'da har ikkala tarafini tillarang bo'lgunicha qovurib olamiz. Har bitta aylanamiz shunaqa bexato ishib, chiroyli bo'lib, o'rtalari g'oviy bo'lib chiqadi. Nachinkasi uchun men asl barakani dudlangan mol go'shtidan foydalandim. To'g'rab olamiz. Tovaga o'simlik yog'i quyib, biroz qovurib, ustidan eriydigan sirni solib dimlab olamiz. Nonchamiz juda ham xurustashli bo'ladi. O'rtasidan kesamiz. Salat bargi hamda go'shtli qaylamizdan to'ldirib solamiz. Ana, nonushta uchun yana bitta ideya tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa nodirangizni duo qilib, mehringiz isboti yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum, simalarim. Eng so'nggi moda
Trenddagi qarsildoq somsachalar retsepti bilan bo'lishaman. Ogohlantiraman, bu juda ham ishtahojar somsa bo'ladi. Tuzli suvga oddiy xamir qoramiz, xamirni mushlab, olti zuvalaga bo'lib olamiz. Xamir biroz tungunigacha margarinni xona haroratda eritib olamiz. Zuvalarimizni ko'rsatilgandek qilib yoyib, orasiga margarin surib taxlab chiqamiz. Xohlasanglar juva yordamida yoysanglar ham bo'ladi. Oxirgi xamirni joylagach, sal kattaroq qilib ochib, ko'rsatilgandek qilib taxlaymiz. Paketga solib 40 daqiqaga sovitishga yuboramiz. Qiyma, piyoz, tuz, mo'sh zira nachinkamiz tayyor. Biroz qotgan xamirimizni osongina yoyib olamiz. Ko'rsatilgandek to'rtburchak ko'rinishda kesib, qiymamizni joylab olamiz. To'rtburchak xamirdan qanaqa qilib 3 burchak somsa to'gish mumkinligini videodan ko'rib bilsanglar bo'ladi. Hamma narsaning kichkinasi shirindek, asalligini qaranglar. Tuxum sarig'ini surib, kunjut sepib pishirish uchun pechga yuboramiz. O'quvchilarimga ham yoqqan somsa retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilishni unutmang. Hech qachon tayyorlab ko'rmagan taomlarimni tayyorlaganimda xonadonimizga kelin kelsa, albatta kelinchagimga shu taomni pishirib beraman degan o'y xayolimdan o'tadi. Bunaqa mazali lula kabobni endi birinchi marta yeb ko'rishim rostdan ham zo'r bo'lar ekan, albatta tayyorlab ko'ring. Mol go'shti, piyoz, chesnok, buxanka, shashlik uchun ziravorlar hamda tuzni solib yaxshilab aralashtirib, 2 marotaba go'sht maydalagichdan chiqarib olamiz. Qiyma ustiga bitta tuxumni chaqamiz, yetilgunicha yaxshilab aralashtirib olamiz. Qiymani 70 grammdan qilib bo'lamiz va unni sepib, un yordamida shunaqa shakl berib olamiz. Tovaga yog' qo'yib, har taraflarini aylantirib, chiroyli qilib qovurib olamiz. Sous uchun tomat, tuz, qaymoq, suvni qo'yamiz, aralashtiramiz. Tovaga sariyog' solib, sariyog' biroz erigach, lula kaboblarni solamiz. Ustidan sousni quyamiz, yarim soatga past qilib dimlab qo'yamiz. Mazali mayin pyure uchun qaynatilgan kartoshka, tuz, qaymoq, anchor sariyog'ini solib yaxshilab ezamiz. Tayyor bo'lgan taomni har bir insonga alohida, xohlasanglar menga o'xshab katta laganga sutsanglar ham bo'ladi. Chetlari pyure, o'rtasi lula kabob. Taom tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, shefimiz Jaloliddinni va Nodirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Tayyorlab yeb ko'rdim-u, tayyorlab sotsammikan deb o'ylab qoldim. Biznes uchun ham zo'r ideya ekan. Kafega borib yeganimdan ko'ra anchagina mazaliroq chiqibdi. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar yoki tayyorlab sotinglar. Ishni eng avvalo xamir qorib olishdan boshlaymiz. Buning uchun bizga iliq sut, shakar, dro'ja kerak bo'ladi. Apparat tayyorlab, apparamiz oshgandan keyin xamir qoramiz. Sharikchilar og'izda oson erishi uchun ona sariyog'lardan ilangan unni solib, yumshoqroq xamir qorib, yarim soat davomida oshirib oldim. Oshgan xamirni o'rtacha qalinlikda yoyib, ko'rsatilgandek qilib nasatka yordamida sharikchalarni kesib oldim. Qovurish uchun tovaga o'simlik yog'ini ko'proq soling. Gazni esa pastroq qilib qo'ying. Hech qachon qizigan yog'da qovura ko'rmang. Xrustlashli bo'lishini xohlasanglar, pastroq olovda qovurganinglar yaxshi. Shariklarni yog'dan ko'tarib, biroz sovgach, idishlarga joylab oldim. O'shqi rangdagi shokoladni eritib oldim. Ko'rsatilgandek qilib navbati bilan siqib chiqardim. Ishonchli retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Bu ideya menga yoqib qoldi. Agar sizga ham yoqsa, like bosib, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Nachinkasi uchun xohlasanglar banan, xohlasanglar qulpinoy, xohlasanglar malinadan foydalansanglar ham bo'ladi. Faqat bolalar, o'zimiz ham maza qilib yegan shirinlik bo'lar ekan. Idishga tuxum hamda shakarni solib aralashtirib, sut, o'simlik yog'i, birozgina asalni solib aralashtiramiz va un hamda razriqlichilni solib, suyuqqina massani tayyorlab olamiz. Qattiq qizib ketmagan tovaga qo'yamiz va ko'rsatilgandek qilib pishirib olamiz. Bir tarafi qip-qizil, bir tarafi esa oppoqqina teshik-teshik bo'lib chiqadi. 100% pishib chiqadi, ko'rsanglar bo'ladi. O'rtasiga shokolad pastasi, ustidan esa xohishga ko'ra mevalardan solamiz. Etlarni bukamiz, shunaqa o'zi osongina yopishib oladi. Shirinligimiz tayyor. Shirinligimiz yoniga trenddagi taomlardan birini tayyorlab tortamiz. Bu taom uchun chekbon tovuq go'shti mahsulotlarini olib, o'rtacha qizib turgan yog'imizda 5-6 daqiqa davomida qovurib tayyorlab olamiz. Sous uchun esa mayonez, ketchup, may to'g'ralgan piyoz hamda sho'rbodiringdan foydalandim. Tayyor pita xamirlarni olib, o'rtasiga ayamasdan sousdan surtib, ustidan aysberg, xrustlashli tovuqlarimizni joylab, ketidan pomidor hamda bodringni ayamasdan solamiz. Eng ustki qismiga sousni joylab, ko'rsatilgandek qilib yopib, har ikkala tarafini tovada, yog'siz tovada qovurib olamiz. Bir zumda mazali taom tayyor. Retsep yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Ishni qulpinoyni muzdek suvda chayni soda bilan yuvib tozalashdan boshlaymiz. Yuvilgan qulpinoylarimizni har birini quritib, yaxshilab artamiz va 15 daqiqaga sovitkichga yuboramiz. 32% молочный shokolad kerak bo'ladi. Qaysi shokoladdan foydalanganimiz storiesda ko'rsatib o'taman. Mikrovolnovka yordamida eritib olamiz. Har 10 sekundda ochasiz va aralashtirib turasiz. Xuddi shunaqa massa hosil bo'ladi. Qulpinoy botirishga qulay idishga solamiz va yaxshilab uramiz. Havolari chiqib ketishi kerak. Sovib olgan qulpinoyni shokoladga belaymiz. Bandi bo'lmasa, zubachistkadan foydalaning. Shokoladga belangan qulpinoyni siltab, chetini sidiramiz
va pergament solingan idishga qo'yamiz. Zubacheskani ehtiyotkorlik bilan chiqarib yuboramiz. Endi 20 daqiqaga sovitgichga joylaymiz. Qolgan shokoladimizni meshokka joylaymiz va ko'rsatilgandek qilib ustidan siqib chiqazamiz. Yo'l tushirish texnikasini sekinroq ko'rsatishga harakat qildim. Yana 10 daqiqa sovitgichga yuboramiz. Keks uchun mo'ljallangan qog'ozchalarga qulupnoyni joylab idishga teramiz. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Ishlatgan barcha mahsulotlarim konditerskiy do'konlarda bor. Ko'rpaga joylab xohishga ko'ra bezataman. Man kandurin retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa Nodirangizni duo qilib, ana endi bitta yurakchani bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Endi menda qolipim yo'q deb bahona qilib o'tirmaysiz. Folga hamda stakan yordamida mini qolipchalarni yasab olamiz. Trenddagi hammaga birdek yoqayotgan San Sebastian retsepti eng oson usulda. Idishga shakar upasi, un, slivka, sut, Pinar brendining beyaz tvorojniy sirini o'lchab solamiz. Choper yordamida, choper bo'lmasa, venchikda bo'lsa ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Hamma massamiz yaxshilab aralashgach, ustiga tuxum solamiz. Yana yaxshilab aralashtiramiz, massamiz tayyor bo'ldi. Oldindan tayyorlab olgan qolipchalarimizga massamizni qo'yib, pechga pishirish uchun yuboramiz. Pishgan chizkekimizni sovgandan keyingina qolipdan yechamiz, ya'ni qog'ozlarni ko'chiramiz. Agar sizga bu massa ko'plik qilsa, 3 ga 4 ga bo'lib ham tayyorlasanglar bo'ladi. Kichkinagina mazali San Sebastian chizkeklarimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa Nodirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Ketaylik bog'larga, yem bo'lmagan zog'larga, soyalari bor emish, bir g'aribga zor emish. Yur ketaylik tog'larga, qalbi butun. Bugun bizda oilaviy dam olish kuni. Tabiat qo'yniga dam olishga borganda vaqtingizni taom tayyorlashga sarflamasdan, mazza qilib tabiatdan bahra olgan yaxshi emasmi? Bunday pikniklar uchun eng qulayi mazali taomlari. Eng yoqqani mazasi, juda yengil va rostdan ham mazali. Uni ustiga juda qulay, ochib darrov yesa bo'ladi. Bolalarim uchun burger olishni ham unutmadim. Keng assortiment, Toshkent bo'yicha esa 35 dan ortiq filiallari bor. Tabiatda esa ayniqsa boshqacha ketar ekan. Hech narsa pishirmasdan mazza qilib dam oldik. Aniq bilaman, hali bu retseptni tayyorlab ko'rmagansiz. Bitta like bosib, retseptni saqlab olishni unutmang. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Idishga kefir, sut, tuxum, o'simlik yog'i hamda shakarni solib yaxshilab aralashtiramiz. Shakar solgan joyim tushmay qopti. Oliy navli turon uni, razrihli etil hamda ichimlik sodasini solamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Men galubiga soldim. Xohlasanglar boshqa yag'dalar yoki banan ham solsanglar bo'ladi. Qattiq qizib ketmagan tovada ko'rsatilgandek qilib pishirishni boshlaymiz. Massani solamiz va ustini yopamiz. Bir tarafi qizargach, qopqoqni ochamiz va aylantiramiz. Ustini yopamiz va pishib tayyor bo'lgach, qopqoqni ko'taramiz. Mazzali qilib yeyishni xohlasanglar ustidan asalni quyib yuboringlar. Bezaklari-ku xohishingizga ko'ra, men galubikadan foydalandim. Orasi pishmay qoladi deb o'ylaganlar uchun orasini ko'rib olinglar. Retsept tayyor, yoqqan bo'lsa Nodirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang.